O'zbekistonda stomatologik tibbiy madaniyat rivojlanmagan, hattoki Sog'liqni saqlash vazirligiga ham yuborishim mumkin. Bir mijozdan eng ko'pi qancha mablag' olgansiz? $1900 atrofida olganman. Jamiyatni qo'liga qarab qolgan odam biz stomatologlar. Ular javob beradi ertaga natijasiga, lekin xususiylar ertaga yopilib ketadimi, yo'qmi, u yog'ini bilmaymiz. Men hozir aytadigan narxlarni oddiy qishloq aholisi bitta plomba uchun sarflamasligi mumkin. Puli borib davolatmasligi mumkin, bu vaqt masalasidan. Shuni hisobiga davlat poliklinikasiga nisbatan shaxsiy klinikalar qimmatroq, stomatolog tushunchaga kamroq pul to'laydi. Lekin bu siz uchun yomon? Yo'q, yomon emas-da. Chunki bu yopilib ketgan klinikalar ham bor-da. Assalomu alaykum Shahboz aka. Assalomu alaykum. Siz bilan ko'rishib turganimizdan xursandmiz. Bugungi aynan sizni suhbatdosh deb tanlaganimiz stomatologiyani qanchalik biznes yoki tibbiyot ekanligini o'rganmoqchimiz. Har doimgidek an'anaviy savolimizni beramiz. O'zingizni tanishtirsangiz. Ismim Shahbozbek. 2022-yil Toshkent davlat stomatologiya institutini tamomlaganman va shu bilan birgalikda keyingi faoliyatim davomida klinika ochishga harakat qilganman va shu tufayli o'zimning shaxsiy klinikamni ochganman. Tashrif buyurganlar uchun kattakon rahmat, minnatdorman. Sizlarga qo'limdan kelgancha o'zim bosib o'tgan yo'llarni, qadamlarni va xalq uchun ham, biznesmenlar uchun ham, biznes hamkorlar uchun ham manfaatli bo'lgan intervyu bo'ladi deb o'ylayman. Shahboz aka, mana ko'pchilik stomatologiya deganda daromadi yuqori kasb deb hisoblashadi va hatto o'sha tibbiyotchi, o'sha shifokorlar orasida ham eng nima desam-ki, pulni jaraqlatib topadigan kasb sifatida qaraladi. Aslida bu stereotipmi yoki haqiqat? Endi buni qaysi tomondan qarashga bog'liq. Hamma narsa baribir finansiy tomondan bog'liq. Ko'plab stomatologlar o'zlariga komfort sharoit yaratish maqsadida yoki klinika ochishadi yoki o'ziga qo'shimcha daromaddan tashqari foizlar, ayrim foizlar hisobiga o'zlariga investitsiya kiritishadi. Xoh u material bo'lsin, xoh u bilimini yanada kuchaytirish uchun har doim, har oy u investitsiya kiritib turadi. Endi yana ko'plab narsalar bor. Ularni yana sekin-sekin suhbatimiz davomida bittalab aytib beraman. Mana asosan shifokorlar ish boshlaganda, o'sha universitetni tugatib ish boshlaganda ko'proq davlat shifoxonalariga kirib ishlashni boshlashadi. Sizningcha xususiy klinika ochib ishlash afzalroqmi yoki davlat shifoxonasidami? Aynan stomatologiya sohasida. Stomatologik tibbiy madaniyat rivojlanmagan. Buni rivojlantirish uchun davlat poliklinikалaridan ko'ra shaxsiy klinikalar xalq uchun manfaatliroq bo'lyapti. Qaysidir ma'noda qimmatlik tuyulishi mumkindir, lekin bu narsani oldini olish faqat xalqni o'ziga bog'liqroq, ko'proq-da. Davlat ham yordam berishi kerak, lekin xalq bu uchun kurashishi kerak. Shuni hisobiga shaxsiy klinikalar davlat poliklinikasiga nisbatan afzalroq. Juda ham arzon emas, afzalroq. Afzal, to'g'ri aytyapsiz, afzal. Chunki sharoitlari yuqori darajada. Davlat poliklinikalarida ishlaydigan hamkasblarimiz bor, tanishlarimiz bor. Ishlashadi, to'g'ri. Ayrim nimalar, xizmatlari bepul. O'zi mutlaqo menimcha bepul. Men to'liq bilmayman. Lekin davlat tomonidan stomatolog uchun komfort materiallarni to'liq yetkazib bera olmaslik bu stomatologni o'zini yonidan yana ham yaxshi komfort ishlash uchun qo'shimcha xarajat qilishiga olib keladi. Lekin shu o'rinda bitta savol bermoqchiman. Bu yerda ishonch masalasi ham bor. O'ylashadiki, davlatni poliklinikasi ko'proq ishonchli, ya'ni ular javob beradi ertaga natijasiga, lekin xususiylar ertaga yopilib ketadimi, yo'qmi, u yog'ini bilmaymiz degan gaplar ham yuradi xalq orasida. Bunga nima deya olasiz? Yo'q, menimcha unaqa deb o'ylamayman. O'zi bu sal oldinroq qaytsak, O'zbekistonda sanoqli shaxsiy klinikalar bo'lgan. Hammasi davlat poliklinikasi hisobiga xizmat ko'rsatishlar mutlaqo bepul bo'lgan. O'shandan keyin shaxsiy klinikalar ko'paydi va jamiyat ichida ayrim savollarga ko'ra qimmat degan tushunchalar paydo bo'ldi va u shakllanib qoldi miyaga.
Shundan so'ng yana ham davlat poliklinikasiga borib, ular qo'shimcha asosan hozir davlat poliklinikalari menimcha yoshlar bilan ishlaydi, yosh bolalar bilan ishlaydi-da. Kattalar ham bor, o'sha davlat poliklinikalarida ishlaydigan vrachlar ham o'zlari uchun o'zlari komfort yaratgan. Boshlanishida taxminan qo'lingizda qancha pul bor edi va qanchasi shu klinika uchun sarflandi? Endi men o'zim bundan avval bizada bitirganingizdan keyin yoki poliklinikaga borib ishlash yoki qaysidir klinikaga foiz evaziga ishlanadi. Undan ham keyin birorta xonani arendaga olib ishlasa bo'ladi. Men arendaga ishlaganman. Undan keyin menda byudjetimda katta mablag' bo'lmagan. Men bu klinikani siz qanaqa qurishingizga bog'liq, hammasi xarajatlar shuni hisobiga bo'ladi. Meni klinikam ikkita kreslo mavjud hozirda. O'zi 3 ta qilsam ham bo'lardi, Kreslo deganda bular nazarda stomatologik kreslo, stomatologik kreslo nazarda tutilyapti. Bu xona o'zi ikkita kresloga mo'ljallangan, lekin men komfort bo'lish uchun bitta xonaga bitta qo'yganman. Chunki men o'zimning xonamda bu avval ishlardim. Amerikaga ketmasdan oldin o'zim ishlaganman. Narigi xonam bunga nisbatan kichikroq. O'lchamlari bor, mavjud. Xo'p, sarf xarajatlarga keladigan bo'lsak, menda byudjetimda taxminan bir 7-8 ming atrofida bor edi. 7-8 ming atrofida bor edi. Xo'p, joy lokatsiya qidirishni boshladim. Joy lokatsiya qidirgandan keyin aynan shu aytib o'tib ketaylik. Hozirgi turgan lokatsiyamiz Toshkent bo'yicha arzon lokatsiya hisoblanmaydi, chunki Xalqlar do'stligi metrosiga yaqin turibmiz. Bu tarafimizda Magic City bor. Shundan kelib chiqib, demak, turgan nuqtamiz ham klinika ochish uchun qimmat nuqta hisoblangan bo'lsa kerak. Shunaqa. Arenda masalasi bor. Bu o'sha byudjetimda 7-8 ming atrofida bor bo'lganligi uchun keyin men faqat srazu arenda masalalarini hal qilib, shartnomalar qilib, biz hozir turgan joyimiz o'zi avval sartaroshxona bo'lgan. Hamma narsani devordan noldan o'zim interior dizayner qildirib, noldan mana shu holatga olib kelganman. Bu uchun o'sha kafelarni, interior dizayner, mebellar, kreslolar hammasi pul bilanni. Shuni hisobiga davlat poliklinikasiga nisbatan shaxsiy klinikalar qimmatroq, komfortlari, xizmatlari ham shunga yarasha talabga javob beradi. Endi bizni kuzatayotganlar, masalan, endi stomatologiyaga kirib kelayotgan va o'zini klinikasini ochishni xohlayotganlar bo'lishi mumkin-da. Ular uchun aytib o'tib ketaylik, masalan, jihozlarga qancha sarflagansiz? Har bitta jihoz qanchadan turadi masalan? Xo'p, birinchi masala joy lokatsiyasini aniq qilib oldi. Xoh o'ziniki bo'lsin, xoh u arenda bo'lsin. Undan keyin ketadigan narsa bu interior dizayner. Baribir bu juda ham muhim. Men klinikamga shu narsani ishlatganman. Interior dizaynerni $700 qildirganman. Bu oshib ketaveradi. Siz qancha premium klassda qilsangiz, bu narxlar oshib ketaveradi. $700 plus deb oladigan bo'lsak. Xo'p, undan keyin bu kreslolarim 2 yil oldin olingan. O'sha vaqtda 5000 atrofida olganman. Donasi. Hozir klinikalar ko'payganligi hisobiga kirish hisobiga stomatologik kreslolar narxi tushgan. 5000 ga yana ham bundan zo'r, qulay kreslo ola olasiz hozir. O'shuning uchun hamma siz komfortlarni yaratib olishingiz uchun faqat kreslo bilan emas, boshqa materiallar, ishlatiladigan har bitta instrumentlar alohidaligi hisobiga bemorlaringizni, bazangizni hisobga olib, o'shanga yarasha siz materiallarni qo'yib qo'ya olasiz. Bizda hozir menda klinikamga bir 40 ta nabor bor. Bu degani har bitta bemor uchun alohida paketda ochiladi. O'sha instrument ishlatilinadi, sterilizatsiyaga kirib ketadi. Va undan tashqari xirurgik naborlar bor. Xirurgik naborlar eng qimmat turadigan naborlar. Taxminimcha bir 3000 dan plus sarflaysiz. Agar siz bitta kreslo uchun joy qiladigan bo'lsangiz, yana 3000 plus kreslodan tashqari yana materialingiz uchun, ya'niki u o'sha ishlatiladigan instrumentlar uchun deylik. Undan tashqari siz yana muolajalar uchun ishlatilib tugatib qoladigan o'sha plomba materiallari yoki boshqa oqartiruvchi materiallar, shularga ham yana qo'shimcha pul sarflaysiz. Ularga ham yana hisoblaydigan bo'lsak 2000 plus ketadi. Keyin hozir zamonaviy stomatologiyada bu o'sha rentgen, viziograf degan narsalar bor. Rentgen, viziograflar har bir o'zimizda mana boshqa xizmat turlaridan foydalansangiz, siz
borib analizda topshirib kel deyishadi. Bizda u narsa hammasi o'zimizda bor. U bitta shu nimani ichida hammasi qildirsa mana shu yerda hal bo'ladi. Faqatgina 3D degan katta rentgen apparat bor. U boshqa klinikalarga yuboramiz. Chunki u uchun yana alohida joy kerak bo'ladi, alohida xona kerak bo'ladi, shunaqa. Uni mablag'i ham yuqori bo'lsa kerak-a? Ha, uni narxi menimcha 9000 plyus atrofida. Bu 20 ming dollarlik ham bor, undan yuqorisi ham bor. Har kim o'ziga yarashasini olib ishlatadi. Shunaqa. Bu rentgenlar ishlata oladigan, mana shu dentalniy rentgen, siz qanaqa xizmat ko'rsatsangiz, o'sha bir tishlarni bemalol rentgen qila olasiz. Rentgenlarimiz hozir rentgen videograf kompyuterda o'zi 1000 plyus bo'ladi. Bu 5000 gacha bo'lishi mumkin. Meniki birinchi olgan vaqtim buzildi. Men 4000 dollar atrofiga sarflaganman. Birinchi olganim, u buzildi. Hozir yangi olganman, ha. 1,5 yil ham ishlamadi, buzildi. Da servislar bor, lekin servisni kutishingiz kerak. Biz rentgensiz umuman bemor qabul qila olmaymiz. Xo'p, undan keyin zamonaviy stomatologiyaga hozir fotoprotokol degan narsalar bor. Ya'niki avvalgi va keyingi holatini bemorlarning o'ziga ko'rsatishimiz uchun fotoapparat olib kelib qo'yganman. Fotoapparatimiz ham taxminimcha hozir bu 1,5 ming dollar atrofida bo'ladi. Undan keyin softboxlarimiz bor, zoom apparati bor, tish oqartiruvchi avtoklavlar bor. Avtoklavlarimiz o'sha sterilizatsiya maishiy nimalari, ularga ham 2000 dollar plyus ketadi. Undan keyin sizda mebellar bu hammasi pul. Mebelga men taxminimcha bir 7000 dollarlar sarflaganman. Mana televizor, tashqariga o'tiradigan divanlar, reception, bu narsalar hammasi juda ham muhim. Materiallaringizni taxlab olganingizdan keyin hozirgi miqyosda ayrim narsalar tushdi, ayrimlari qimmat. Mebellar masalan hozirga qimmat. O'ylashimcha siz bitta xona yaratmoqchi bo'lsangiz, komfort qilib 30 ming dollar plyus sizda byudjetingiz bo'lishi kerak. Qayerdandir agar siz shunchaki kirmoqchi bo'lsangiz, chunki usta puli bor, hammasi qo'shilib ketiladi. Shuning uchun xususiy klinikalar nisbatan qimmatroq. Shunga yarasha stomatologlar hammasi o'ziga investitsiya kiritadi. Ya'niki nimadir tugaydi, bu yangi oladi. Men sizga hozir oddiy rentgenni aytdim. Buzilib qoladigan narsalar, bu ham qayta moliyaviylashtirib kerak. O'ziga yana qo'shimcha foydadan o'ziga investitsiya, xoh bilim bo'lsin, xoh material bo'lsin, shunaqa stomatologlar bor. O'zini oylik daromadidan topadigan sof foydadan 30% ni materialga sarflaydi. Bu biza uchun juda ham muhim. Agar qilmasak, biza komfortdan tushib qolamiz. Men hozir sizga yana aytmadim. Masalan, specialistlar bor. Mikroskop bilan ishlashadi. Faqat mikroskopda o'zi 20 ming dollar, 25 ming dollar bo'lishi. Menda yo'q. Menda mikroskop yo'q. Toshkentda hozir sekin-sekin ko'payapti. Men ham kelajakda kattaroq qilib ochish premium klassda ochsam, nasib alohida qilamiz. Amerika haqida gapirdingiz. Hozirgi o'sha mana Amerikaga yana qaytib ketaman deb aytdingiz suhbatdan avval. U yerdagi faoliyatingiz aynan rivojlantirish uchunmi o'zingizni? Yoki qolishmi? O'zi katta rejalarim bor. Amerikaga borgandan keyin ham faqat o'zimni soham bo'yicha ishlay olishimni men his qilib ko'rdim. Chunki meni qo'limda hunarim bor. Men faqat shu xizmatdan foydalanib, shu xizmat bo'yicha men odamlarga yordam berishni maqsad qilib olganman. U yerga hozir men yashirmayman, dental assistent bo'lib ishlayman. Bizning diplom bilan u yerda to'g'ridan-to'g'ri siz bemorga xizmat ko'rsata olmaysiz. Lekin bemorga o'sha stomatologga yaqin bo'lgan xizmatlar bor assistentning ichida. Men hozir yanvardan buyon 2025-yanvardan buyon dental assistent bo'yicha ishlayman klinikada. U yoqda meni qiziqishim, bu yerda muhit qanaqa, odamlar nimaga har 6 oyda keladi, bu qanaqa tizim, nima uchun yaratilgan o'zi. Ko'p narsalarni o'rgandim. Hozir yana ham katta loyiha ustiga o'sha proyektlar o'zim ideyalar qilganman. Hattoki Sog'liqni saqlash vazirligiga ham yuborishim mumkin. Bizning o'sha jamiyatimizda har 6 oyga, ya'ni profilaktik ko'rik degan narsani singdirib olishimiz kerak. Shunda davomiy ravishda bu bizdan emas, bizdan keyingi avlodga shakllantirib olsak, bu doimiy ravishda borilgandan keyin odamlar uchun stomatologiya qimmat degan narsa shunchaki yo'qoladi. Ayniqsa davlat ishchilari tomonidan bu sug'urta uchun pul to'laydi tishiga
va ular qaysidir xizmat evaziga nalogga to'lagandan keyin sug'urtaga o'sha oyligidan yechib qolinadi. Keyin qaysidir shaxsiy klinikalar bilan o'sha sug'urta egalari shartnoma qiladi, boradi, xizmat ko'rsatib, o'zlarining ishini davom ettirib ketaveradi. Shundagina menimcha bizada stomatologiya qimmat degan tushuncha yo'qolsa kerak. Birinchi bemoringiz esingizdami? İlk daromadingiz o'shanda qancha bo'lgan? Aniq eslolmayman, chunki men o'sha karantindan keyin tezda boshlab ketganman ishlarimni. Juda ham tez qabul qilganman. Ayrimlarda o'rganib olish, ishlash juda sekin kechadi yoki qo'rquv hisobiga yoki bemorlar bilan birdamlik bo'lish hisobiga. Menda menimcha o'sha muloqotlarim yoki hamma narsani to'g'ri olib borganligim hisobiga, ya'niki men xalq bilan juda ham yaqin bo'lganman. O'zimni bemorlar bazasini yig'ish uchun o'sha sotsial setni, ya'ni Facebook, eng asosiy katta bemorning bazam meni Twitter hisoblanadi O'zbekistonda. 4 mingdan oshiq, bu hattoki 5 mingdan ham oshiq bo'lishi mumkin. Asosiy bemorlarni men Twitter orqali qabul qilganman va shu bilan birgalikda sekin o'sib ketavergan. Agar siz qancha sifatli, qancha yaxshi xizmat ko'rsata olsangiz, bu bemorlar sizga xuddiki piramida shakliga o'xshab kimgadir taklif, kimgadir servisingizni maqtab yuboradi, albatta. Davom etadi. Birinchisini eslolmas ekansiz. Xo'p, eng qimmati qancha bo'lgan? Bir mijozdan eng ko'pi qancha mablag' olgansiz xizmatingiz uchun? O'zbekistonda eng katta xizmatim da eslolmayman, $1900 atrofida olganman bitta bemordan. Chunki rostdan ham og'izda ishlar ko'p, qancha muammolar katta bo'lsa, xizmat narxi ham shuncha katta bo'ladi. Bu endi men hozir 1900 deb aytganim har doim emas, bu 1 yilda bir marotaba bo'lishi mumkin. Yoki 2 yilda bir bo'lishi mumkin, 6 oyda bir bo'lishi mumkin. Buni yana davomiy ravishda har kuni deb tushunish kerak emas. Bu bizada bor narsa. Yo'q, endi men hammani o'rnidan gapira olmayman, lekin vijdon bilan ishlaydigan stomatologlar ham yetarlicha. Servis xizmatlarimiz, stomatologiya xizmati maksimal darajada yaxshi, shaxsiy klinikalarda yaxshi. Faqat to'xtab qolish kerak emas, ikki tomondan bir-biriga yordam berish kerak. Xalqimiz nimadir tushunmayaptimi, shifokordan so'rash kerak, ular yordam beradi albatta. Faqat pulni orqasidan ketsa, bu yomon signal bo'ladi bizga. Endi sizlarning loyihangiz ham shu pulli gap bo'lganligi uchun ikki tomonda ham rol o'ynaydi-da. Shunchaki klinikani ochib, uni yurg'izib ketish ham bir mahorat. To'g'ri. Bizlarni hozir Toshkentda turib bu intervyuni qilyapmiz. Viloyatda vaziyatlar boshqacharoq bo'lishi mumkin. Men hozir aytadigan narxlarni oddiy qishloq aholisi bitta plomba uchun sarflamasligi mumkin. To'g'ri. Puli bor, lekin sarflamasligi mumkin. O'sha narsani biz oldini olib, nima uchun sarflash kerak, nima uchun tibbiy stomatolog ko'rikdan o'tib turish kerak degan narsalarni ham stomatolog, ham jamiyat, ham TV, telekanallar, jurnal, saytlar, ham Sog'liqni saqlash vazirligi, ham davlat yordam berish kerak. Endi shu borada savol berib ketmoqchiman. Masalan, bir kunlik o'rtacha daromadingiz qancha? Masalan, bitta klientdan deylik qancha o'rtacha narx olishingiz mumkin? Bizda asosan bu bilamiz o'zimiz ham. Hozir ochiq aytaman, puli bor stomatologga borib davolatadi. Puli bor ham borib davolatmasligi mumkin, bu vaqt masalasidan. O'ziga vaqt sarflamaydi, ya'niki men tishim uchun boray demaydi. Puli bor, lekin vaqtini topa olmaydi. Uchinchisi, puli yo'q. Rostdan ham stomatologga borsa, ko'p katta summa chiqib ketadi. Ketma-ketlikda qildirish xohlamaydi. Ya'niki bitta tish og'riyaptimi, o'sha tishni qildiradi, ketadi. Og'riq qachon bo'ladi? Og'riq bu eng oxirgi darajalarda, ya'niki tishni yo'qotish vaqtida yoki nerv udaliniya, nervgacha yetib borsa deylik, bu oddiy tushuncha qilib, o'sha kovak qancha katta bo'lib ketaversa, karies kovagi, shuncha tishni mustahkamligi susayib ketaveradi. Nerv olingandan keyin ham u tishda, ya'niki necha yildan keyin o'zgarishlar bo'lishi mumkin. Bu o'zini sog'lom tishini, bitta sog'lom tishini yo'qotish bilan teng. Deylik, bitta kichkina karies hozirgi vaqtda bor, kimdadir,
stomatologga borib 300 ming so'mga qildirdi. Bu men o'zimni klinikam narxidan aytyapman. Mendan arzon ham ishlaydiganlar bor, mendan qimmat ham ishlaydiganlar bor, premium klassda. Deylik o'rtacha 300 ming so'mga qildirdi. Agar o'sha narsani qildirmadi, 5-7 yildan keyin o'sha tishni yo'qotishgacha olib boradi. Ya'niki uni o'rniga implant qo'ydirmoqchi bo'lsa, uni narxi qancha? 7 million plyusga bo'ladi. Qarang, 7 yil ichida bu 300 ming so'mlik plombani qildirmadi vaqtida. 7 yildan keyin u hozirgi momentda menimcha 7 million plyus atrofida bo'ladi. Bitta implant qo'yish, ustiga abatment, uni ustiga koronka qo'yish xizmatlari bu. Demak, davolatishdan ko'ra oldini olish ancha arzonga tushadi. 20 barobargacha arzonga tushadi. Bu fakt bilan kitoblarimizga yozib qo'ygan narsa. O'zi narx qanaqa belgilanadi stomatologiyada? Nimaga qarab, masalan, bozordagi raqobatgami yokida kelayotgan mijozlarning cho'ntagigami? Qaysi biriga qarab belgilaysiz, masalan siz? Meni o'zim narx belgilashim, ko'plab klinikalar narxlarini kuzatib, hammasini hisobga olib, o'shanga qarab o'zimni mahoratimdan, o'zimni bilimlarimdan, tajribamdan kelib chiqib narx qo'yganman. Mendan ham boya aytgandek, mendan ham qimmat ishlaydigan pricelar bor. Davlat katta nimalariga ham borsa, deyarli shu narx, bu Toshkentda arzon bo'lishi mumkin. Viloyatlarga juda ham arzon. Masalan, men hozir 300 minglik pul olmadim, davlat poliklinikasiga borib, viloyatlarga 100 ming so'm xizmat bo'lishi mumkin. O'sha xizmat, lekin o'shani ham qildirmayapti. O'shani ham qildirmayapti. Narxni yana nima bilan belgilash mumkin? Shaxsiy klinika bo'lgandan keyin sizga davlat yordam bermaydimi? Demak, siz o'zingizga o'zingiz investitsiya kiritish kerak. O'zingizga investitsiya kiritish uchun siz doimiy ravishda ishlab turib, doimiy ravishda daromad topib turishingiz kerak va daromadingizdan ortiqcha hamma narsasi full bo'lgandan taqdirda ham har oy nimadir kiritib turish kerak klinikaga. Har oy. Aynan men hozir aytib o'tadigan bo'lsam, men klinikamda 2 ta kreslo bor. Hamma komfortimiz bor, Xudoga shukr. 50 ming atrofiga pul sarflaganman. O'sha noldan, devordan olib chiqqanman. Va qancha muddatdan so'ng daromadga kirgansiz? 4 oylardan keyin men o'zimni to'liq tiklab olganman. Chunki ungacha ayrim materiallarimni o'sha yaxshi qulayliklar qilib berishgan bizga o'sha vaqtda. Hozir bormi yo'qmi bilmayman. O'sha bo'lib to'lashga. Endi yo'qotadigan narsamiz yo'q, lekin daromad topib, biz to'lab ketaverganmiz. 4 oyda to'liq qutulgansiz hammasidan. Ko'p kishi o'ylaydi, yaxshi topadi. Ha, yaxshi topadi stomatologlar. Men yashirmayman. Faqatgina o'zini ustiga ishlagan bemorlari bor. Bemorlar bilan chiroyli muloqot qila oladigan, servislarni yaxshi xizmat ko'rsata oladigan stomatologlar yaxshi daromad topadi. Bu hamma kasb egalarida menimcha bor. Oddiy o'qituvchini ham oling. O'qituvchi borib maktabga dars beryapti, 4-5 million oylik olyapti, lekin o'zini ustiga ishlagan o'qituvchilar, ya'niki qo'shimcha tarzda ishlaydigan o'qituvchilar, yana qayerdadir o'quv markazlarida ishlaydiganlar yana ortiqcha daromad topadi, to'g'rimi? Men hozirgi kunda aytadigan bo'lsam, stomatologlar bor. 5-kursni bitirgandan keyin, men umumiy aytmayman. Eng past daromadi 7 million plyus atrofiga topishi mumkin, agar o'shanda ham bemori bo'lsa. Bu yog'i endi darajasiga qarab, o'zini tajribasiga qarab, bemorlarning oqimiga qarab, marketingiga qarab. Ha, oylik daromad. Hozir 7 million esa stomatolog topmasligi mumkin, olmasligi mumkin deydi. Ayrim holatlarda biz kun bo'yi bemor ko'rmasligimiz mumkin. Shunaqa kunlar, shunaqa holatlar bo'ladi. Shu hamma narsani hisobga olish kerak-da. Hozir bitta bemor bilan biz $1000 ish qilsak, ha, demak doimo qimmat, bular ko'p narx aytadi. Shunaqa servisga qolib ketadi. Keyin yana bitta tomoni, biz bemorlarga, men xodimlarimga, vrachlarimga aytganman, har bitta bemor kelsa, og'zidagi hamma muammosini aytinglar deyman. Biz stomatolog sifatida bemorga shunaqa desak, bemorlar biz tomoniga nisbatan bular pul ishlamoqchi bo'lyapti deb miyasida ozgincha noto'g'ri fikrlar paydo bo'lishi mumkin. Bu narsani oldini olishimiz kerak. Sizningcha tibbiyotda marketing kerakmi va siz mijozlarni qanday jalb qilasiz? Marketing kerak. Men studentligimdan aytib kelganman buni. Stomatologiya marketingi yaqindan boshlandi. To'g'ri. 2021 или 22 dan boshlandi. Men hozir ham ayta olaman, ikkita o'zimni stomatolog o'qituvchim SMMchi yollab Instagramini yurg'izgandi. Men u vaqtda Twitterimni o'sha yurg'izib bo'lgan edim, davno.
da ko'plab negativ fikrlar kelgan, ko'plab stomatolog o'zini yaxshi doktor muhtoj bo'lmasligi kerak yoki boshqa narsalar. Buni ikkinchi tomoni ham bor-da. Siz qancha o'zingizni servisingizni maqtab, qancha servisingizni yaxshi ko'rsatsangiz, odamlar ham sizga ishonadi va qo'shimcha tarzga ular o'zini tishiga e'tibor qaratishni xohlaydi. Targ'ib deganda ham buni nima qilsa bo'ladi? Oddiy profilaktik ishlarni men qo'yib boshlaganman. Oddiygina mana chestga avval qanday edi, keyin qanday edi. Va bu holatda bemorning yuzini ko'rsatmagan holatda bu narsalar hammasi. Masalan, keldi bemor, ayrim sarkazm gaplar qo'shardim, ya'niki xalq tushunsin, xalqqa qiziqroq tuyulsin. Men xalq ichida ko'proq kirgan odamman. Da, mendan tashqari yana ham stomatologlar bor, zo'r stomatologlar, kuchli stomatologlar, o'zini mutaxassislarga juda ham ko'p. Men oddiy xalq bilan ham juda ko'p muloqotda bo'lgan odam sifatida menimcha ko'proq shuni hisobidan men bemorlarga yiqqanman. Yaxshi. Endi savol. Siz uchun stomatologiya kasbmi, biznesmi yoki hayot tarzi? Hozirgi vaqtda stomatolog sifatida o'zi men ishimni juda ham yaxshi ko'raman. Menimcha ishimni yaxshi ko'rganligim hisobiga men shu darajaga yetishimga qaysidir ma'noda yordam berdi. Agar ishingizda loqaysizlik qilib, faqatgina pul orqasidan o'ylab yuraversangiz, da boy bo'lishingiz mumkindir. Lekin bemorlar bilan o'rtasidagi muloqotni buzib qo'yishingiz mumkin. Men hamma tomonlama qarayman. Chunki men o'sha klinikamni ochganimdan keyin ham marketing bilan ham o'zim shug'ullanganman, reklamalar bilan ham o'zim shug'ullanganman, bemorlar oqimi bilan ham o'zim shug'ullanganman. Stomatolog sifatida stomatolog hamma g'oyalari keng bo'lishi kerak-da. Hozir endi o'sha SMMchi marketinglar yonlayapti. Bu narsalarni ham amalga oshirishyapti. Ya'niki daromadga qarab. Bizda ham bor, xodimlar kelib, ishlab, reklamalarni qilib ketishadi. Bu muhim. Hamma tomonlama, ham biznes, ham shifokor sifatida qarayman men. Aynan meni o'zim. Chunki meni hayot tarzim shundan iborat. Men yashashim kerakmi? Demak, men xizmat ko'rsataman va o'shanga yarasha ish haqimni talab qila olaman. Chunki biza jamiyatni qo'liga qarab qolgan odammiz stomatologlar. Agar jamiyat o'zini qancha erta oldini olib ishlarini hammasini vaqtida ko'rsata olsa, stomatolog shunchaga kamroq pul to'laydi. Kamroq to'laydi. Lekin bu siz uchun yomon? Yo'q, yomon emas-da. Nega? Qarang, hozir katta ishlar bo'lyapti. Bitta do'ji bo'lyapti pul. Keyin ishlar kamayadi, oqim ko'payadi yanada. Tushundingizmi? Hozir ya'niki ular men dental paketlar ishlab chiqqanman bemorlar uchun. O'sha eng qimmat degan bemorlarga men arzon qilib bera olaman. Ya'niki buni eng oson tushirishi o'sha sug'urta bilan bog'liq bo'lgan joyda men o'zim lekin dental paket ishlab chiqqanman. Buni yaxshi tomoni siz to'lovni oldindan qilasiz, deylik 1 million so'm to'lov qildingiz. O'sha paketning ichiga taxminan 3 million, 4 millionlik ish bor. Siz o'sha paketni sotib olib 1 million so'mlik ish oldindan to'lov qilyapsiz-da. 1 yil davomida 2 marta profilaktik ko'riklar, chistkalar, plombalar va hokazo qo'shimcha tarzda siz 40%, 30% chegirmalar olib olasiz. Bu sizni planoviy reja qilingan ishlaringizda oldindan to'layapsiz xolos. Menda bor o'sha paketlar. Yoshlar orasida stomatologiya kasbiga qiziqish katta. Ularni bu sohada qanday imkoniyatlar va qiyinchiliklar kutib turmoqda? Yoshlarning qiziqishi yaxshi. O'zi odatda men hozir aniq bilmayman, O'zbekistonda nechta klinika bor va nechta stomatolog borligini qidirib ham topa olmadim. To'g'risi, endi men statistika va nimasiga murojaat qilmadim. Lekin doimiy ravishda bemorlar kelib tursa, bu degani har 6 oyda shunchaki ko'rik uchun ham kelib tursa, mayda ishlarni qilib tursa, 1,5 ming, 2 ming, hattoki 3 mingta kishiga bitta stomatolog xizmat ko'rsata oladi. Bu yetarli hisoblanadi. Shunga qarab, aholimiz qancha bo'lsa, o'shanga qarab stomatologlarni yetishtirishimiz kerak. Buni hamma narsasini nazoratda bo'lishi kerak. Agar nazoratdan chiqib ketib qolsa, bu stomatolog ham hammani rizqi bo'ladi. Lekin to'g'ri nazorat qilish kerak-da. Hammaga litsenziya beraverib, hammaga ishlaylar deyaversa, bu qanchdir ma'noda xizmat sifatini pasaytirishiga olib kelishi mumkin. Shuni hisobiga qiyinchiliklar oladigan bo'lsak, bemorlarni bilan yaxshi servis ko'rsata olmay,
qaysidir joylarga kamchiliklar bo'lsa, o'sha narsalarni to'g'rilab, undan keyingina klinika ochishga harakat qilsa bo'ladi. Agar sizda o'zingizning mahoratingiz yoki bemorlarni keyin reklama orqali jalb qilaman deb boyagidaqa qilsangiz, klinikani shunchaki pul tikib ochsangiz, siz bemorlarni chaqira olmay qolishingiz mumkin. Ya'ni risk bor. Riski bor. Chunki bu yopilib ketgan klinikalar ham bor-da. Hamma stomatolog unaqa daromadi zo'r bo'lib, zo'r ishlamaydi. Juda ko'p stomatologlar masalan arendada o'tirishadi. Arendada ishlaydi. Ularni o'sha bemor oqimi degan narsalar bor. Da, o'sha klinikalarda qancha kreslolar ko'p bo'lsa, shunga yarasha bemorlarning ham oqimi shunga yarasha ko'proq bo'ladi. Lekin bilim yuzasidan yoshlar o'qishi kerak. Yangi narsalar chiqyapti, o'rganishimiz kerak. Tishlar olingandan keyingina ham hattoki bemorlarimiz bilmaydi, lekin biz bemorlarga o'sha narsani tushuntirib yuborishimiz kerak, risklarni. O'shangacha olib bormaslik uchun doim muloqotda bo'lib turish kerak. Sizni bu kasbda ushlab turgan eng katta motivatsiya bemorlarning minnatdorchiligimi yoki moliyaviy holat? Bemorlar joyi keladi, rahmat aytadi, kulib chiqib ketadi. Maza qilib hamma u puli ham esingizdan chiqadi-da, qaysidir ma'noda. Keyin men o'shani screenshot qilib, o'zim u vaqtda studentlar edim-da. Hozir 100% rahmat senga, o'zimga ishonib ham keladiganlar bor. Mendan kuchli servis xizmat ko'rsatadigan vrachlarim bor bu yerda. Lekin men Amerikadan kelganimdan keyin yo'q, o'zingizga boraman. O'zingizga boraman deydigan nimalar bor-da, shaxsiy bemorlarim bor. Lekin vaholanki vrachlarim ayrim jabhalarda mendan ustunligi yuqori xizmat ko'rsatishda. Lekin menga ishonib qolganda o'sha narsalar, menga bu shahbozga qildiraman, bo'ldi, boshqaga qildirmayman deydigan. Bu faxr siz uchun. Bu yaxshi tomonlama. Ikkinchi tomoni baribir meni oilam, yaqinlarim, yaqin insonlarim bor. Bu hammasi daromad bilan bog'liq bo'lgandan keyin ertaga meni ham yashashim, yurishim, turishim, ichishim bu hammasi shu meni stomatologiyam bilan bog'liq. Yakunda nima deya olaman? Agarda siz stomatologga o'z vaqtida murojaat qilmasangiz, yillar o'tib ham stomatologlar shunchaki pul sarflab, pul tashlab ketaverasiz. O'sha uchun biza tibbiy madaniyatni oshirishimiz kerak. Hamma harakat qilish kerak. Sizda muammolar ko'pmi? Uni ketma-ketlikda bartaraf qiling. Farzandlaringizni o'qiting, ilmga yo'naltiring. Stomatologiya yo'nalishi juda ham yaxshi yo'nalish, lekin bolada qiziqish bo'lishi kerak. Aynan men o'zimda ham qiziqib juda ko'plar senga o'xshagan vrach bo'lishini xohlayman deganlar juda ko'p. Harakat qilish kerak. Har bitta oilada bitta shifokor bo'lsa, bu juda ham yaxshi. Sekin-sekin yo'llarini ko'rib, o'rganib, harakat qilsa, intilsa, nimagadir erisha oladi. Muhimi hammamiz sog' bo'laylik, tishlarimizga e'tiborli bo'laylik, vaqtida ko'rsataylik, katta risklarni, katta muammolarni oldin olgan bo'lamiz. Sizlarga ham rahmat kelganingiz uchun. Menimcha manfaatli bo'ldi deb o'ylayman. Lekin hech qachon stomatologlar juda ham boy yashaydi deb o'ylaydigan hammasi degan narsani chiqarib tashlaylik. Bu barcha sohada bor. Boy yashaydigan, kambag'al yashaydigan, o'rta me'yorda yashaydigan barcha sohada bor. Ayta olaman, stomatolog o'zini ustiga ishlasa, o'rta me'yordan yuqoriroq yashay oladi. Chunki kunlik daromad bilan oylik daromadning farqi bor. Sizda kunlik 200 ming so'mdan qayerdandir pul kelib tursa, siz shunchaki kuningizni ham o'tkaza olasiz-da. Bu 6 million so'm pul bo'ladi deganda 30 kunda. O'shaning uchun agar sizda qiziqish ortadigan bo'lsa, farzandlaringizni shuni yo'nalishga yo'naltiring, o'qiting, ilm olsin va kelajak uchun, jamiyatimiz uchun juda ham manfaatli bo'ladi deb o'ylayman. Rahmat. Xulosa qilib aytadigan bo'lsak, stomatologiya sohasi nafaqat tibbiy mahorat, balki puxta moliyaviy reja ham talab qiladigan yo'nalish ekan. Agar bu sohaga kirib kelmoqchi bo'lsangiz, sarf-xarajatlarni oldindan hisoblashni, to'g'ri strategiya tuzish va sabrli bo'lishni yodda tuting.